358 ming dollarga yap-yangi Mercedes G63 avtomobilining eng maksimal komplektatsiyasidan biri desak ham bo'ladi, eng maksimali ham. Demak, avtomobillarda bazaviy komplektatsiya degani bu, demak, bir mashinaning o'zini narxida kiradigan elementlar bo'ladi, opsiyalar va qo'shimcha to'lov evaziga o'rnatiladigan opsiyalar va funksiyalar bor va mana shu avtomobilda deyarli 90% elementlari qo'shimcha to'lov evaziga o'rnatilgan. Birma-bir sanab chiqamiz. Rangini o'zi qop-qora mat rangi 7000 euro turadi. Qo'yilmisiz 7000 euro. Undan tashqari yangilangan G63 avtomobillarida tashqi karbon elementlari qo'shilgan. Mana bu yon oynani o'zidan tashqari mana shu moldinglar va hattoki orqa zapas balon ustidagi qoplamasi. Aynan mana shu karbonni o'zini narxi demak 9400 euro. Qo'yilmisiz 9400. Undan tashqari mana bu eshik ruchkalarida kalit tiqadigan joyini yopib turadigan mana bunaqa qora element, qora rangli G yozuvini o'zi 833 euro turadi. 833. Mana bu diskiga keladigan bo'lsak, demak 22 razmerli diskini o'zini narxi 4580 euro. Mana tashqarini o'zi. Undan tashqari mana bu qora elementlar, ya'ni glushitelli qoraligi, yon taraf mana shu parokki qorasi ham, bu ham adashmasam 800 euro atrofida. Ichki qism mana bu multikontur o'rindiqlar massajlari bilan mana shu o'rindiqlarni o'zi va bunga qo'shimcha bir ikkita elementlar kiradi. Shuni o'zi 9000 evroga yaqin turadi. Undan tashqari ichki karbon elementlarini o'zi 4165 euro. Va eng qizig'i, orqa tarafdagi mana shu ikkita dona monitorni o'zini narxiga keladigan bo'lsak, bu ham 4000 evrodan qimmatroq turadi. Qo'yilmisiz? 350 mingdan qimmatroq avtomobilning o'zida men ba'zi bir funksiyalarni sanaman. Undan tashqari yana ham juda ham ko'p funksiyalar bor. Qo'shimcha to'lov evaziga o'rnatiladigan. Batafsil avtomobil haqida ma'lumot olish uchun A Bozor Premiumga murojaat qilsangiz bo'ladi.